Xavfsiz va sog'lom yurt nomli keng qamrovli tezkor profilaktik oyligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini bermoqda. Jarayonda Surxondaryo viloyatida 82 kilogramdan ziyod giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Navbatdagi lavhamizda shu haqida batafsil so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-noyabrda qabul qilingan aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narko jinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mamlakatimizda giyohvandlikka qarshi kurashni yangi darajaga olib chiqdi. Ushbu hujjat bilan 2024-2028 yillarga mo'ljallangan milliy strategiyani amalga oshirish, yoshlar salomatligi va millat genofondini himoya qilish maqsadida muhim tashabbuslar belgilandi. Shu asosda 2025-yil 17-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan Xavfsiz va sog'lom yurt nomli keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirni o'tkazish bo'yicha tegishli farmoyish tasdiqlandi. 20-noyabr kunidan 20-dekabr kuniga qadar respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davomida Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida jami 84 ta holatda 500 ming AQSh dollariga teng 82 kilogramdan ziyod giyohvandlik moddalari, 328 ming dozaga teng daliliy ashyolar tezkor tadbirlarda olinishiga erishildi. Shundan geroin 10 kilogram 495 gram, opiy 30 kilogram 415 gram, gashish 40 kilogram 896 gram, marixuana 519 gramni tashkil qiladi. Shuningdek, 2326 dona kuchli ta'sir qiluvchi 4652 dozaga teng psixotrop moddalar aniqlandi. Giyohvandlik bu millat kelajagiga qarshi qaratilgan eng xavfli tahdid. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri shuni yana bir bor ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda bu illatga joy yo'q. Huquq-tartibot organlari tomonidan olib borilayotgan qat'iy choralar davom etmoqda. Viloyat hududlarida tezkor reydlar kuchaytirilgan tartibda o'tkazilyapti.